Biz kechasi shu yerda yotgan edik. Yomg'ir chodirimizdan o'tib ketdi. Holatni o'zingiz ko'rib turibsiz. Hojatxona yonimizda, oshxona ham. Kichkina bolalar bor. Ustimizdan yomg'ir yog'yapti. Ey Robbim, sendan so'raymiz. O'zing bizlarga yordam ber. To'shaklarimizning hammasi ho'l bo'ldi. Bolalarimning hammasini qo'shnilarnikiga chiqardik. Bu suvni nima qilaylik? Ey Allohim, nima qilaylik? Tun bo'yi uxlay olmadik. Suvni chiqaramiz, yana suv keladi. Bolalarni bir joydan boshqa joyga ko'chirdik. Ayol qizlarimiz ham odamlarning yonida qoldi. Ey Robbim, nima qilaylik? Bu dunyoda nima qilaylik? Allohga qasam, biz shu yerda uxlab yotgan edik. Chodirlarimizga suv kirib keldi. Meni nogiron qizim bor. Hamma farzandlarim hozir qo'shnilarimizkida. Nima qilishni bilmayapmiz. Kiyimlarimiz, unimiz, butun barcha ashyolarimiz, ovqatimiz, ichimligimiz, unimiz hammasi ketdi. Bu suvning ichida g'arq bo'ldik. Qayerda yashashni ham bilmaymiz. Hojatxona yonida, bu yerda oshxona. Xonamizning o'zi shu. 9 kishi shu tor joyda jon saqlaymiz. Bolalarimni begona odamlarning oldiga yubordim. Bolalar, kichkina go'daklar sovuqda qolib ketdi. Bu holatni ko'tara olmayman. Yuragim og'riyapti. Juda holdan toyganman. Nima qilishni bilmayapmiz. Ey odamlar, bizni holatimizga qarang. Allohga qasam, bizga hech narsa kerak emas. Faqat yashashni xohlaymiz.